Assalomu alaykum. Muffin ilovasi aynan biznes hisob-kitobi uchun ishlab chiqilgan. Internetingiz o'chib qolsa ham ishlaydi. Ilovani ishlatsangiz, hisobchi ishga oldim deb hisoblayvering. O'rningizga hisob-kitob qiladi. Har kuni sizga hisobot yuboradi. 24 ga 7 charchamay ishlaydi. Ma'lumot kirish uchun tugmani bosib gapirsangiz kifoya. Alijonga 500 ming so'mlik mahsulot nasiyaga berdim. Qarzdorlarni kiritib qo'yasiz, mijoz qarzini avtomat hisoblaydi. Har bir mijoz oldi-berdi tarixini ko'ra olasiz. Barcha qarzdorlik va haqdorlik summalarini jonli ko'rib tura olasiz. Ilova nimalarni hisoblaydi? Mablag' chiqim-tushum, mahsulot yoki xizmatni sotuv va xaridlarini avtomat hisoblab boradi. Yana bir zo'r qulayligi bu avtomatik xabarnoma. Xabarnoma 4 xil usulda yuboriladi. Quyidagi 5 xil holatda avtomat yuboriladi. Ilovada bir necha valyutalarda hisob-kitobni yuritish mumkin. Valyutalarga o'zingiz kurs belgilashingiz mumkin. Valyuta kursini avtomat onlayn olish imkoniyati ham mavjud. 20 tagacha istagan valyutalaringizni kirgizib olishingiz mumkin. Yana bir qulayligi ilovaga xodimlaringizni ham ulashingiz mumkin. Ega sifatida istagan vaqtingiz xodimni cheklab qo'ya olasiz. Ilovani hozir Google Play dan yuklab olishingiz mumkin. Iyul oyi oxirigacha App Store ga ham chiqadi. Bu ilovaga yangi qulayliklar qo'shib rivojlantirib boramiz. Taklif va ehtiyojlaringiz bo'lsa, bemalol bizga yozing. E'tiboringiz uchun rahmat.